Patsientimiz 28 yoshdalar. Bularda kollagen elastinlik kamaygani hisobidan yuzlarida ozgina osilishlari bor va ko'zdagi chuqurliklarini ko'rishingiz mumkin. Yuzlardagi osilish muammolariga 5 tochka muolajasini o'tkazamiz. 5 va undan ortiq lifting tochkalariga aminokislotli kompleks va peptidlarni jo'natamiz. Preparatimiz Germaniyaniki, effekti juda ham zo'r, yuzimizning sifatini oshirib beradi va yuzimizga lifting effekt beradi. Ko'zlarning tagidagi chuqurliklarga booster muolajasini o'tkazamiz. Mutlaq bezarar, gel emas, filler emas, spetsial ko'zi tagiga qilinadigan preparatdan foydalanamiz. Effekti momentalniy, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Покажи ты мне свой мир. Дай мне руку, и мы полетим. Ты же знаешь этот мотив. Да, я знаю, Ko'rib это turganinglardek, muolajamizni tugatib oldik. Yuzlari lifting effekt olgan. Protseduramiz o'zi yana ham ishlaydi. Momentalniy effekti o'zlariga juda ham yoqdi va eng asosiysi ko'zlardagi chuqurliklar to'ldi. O'zi ko'zdagidagi chuqurliklar yoshimizga yosh qo'shadi deb bizani charchagan, shunaqa ko'rsatadi. Уже bu yerda boshqa yoshdalar 4 yilga yoshardilar. Rezultatlarini o'zlaridan so'raymiz. Ko'zimni tagi rosa to'libdi. Menga juda ham yoqdi. Bunaqa rezultat olaman deb o'ylamagandim, chunki juda ham chuqurligi bor edi. Yuzdagi 5 tochkami? 5 tochkalarda ham rosa zo'r natija oldim. Menga juda ham yoqdi. Protsedura menga juda ham yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman.